Bugun YouTube'ga birinchi video qilmoqchiman hamda qiziqarli keys bilan, ya'ni kasallik bilan. Tanishimda shunday vaziyat bo'ldi. Ya'ni farzandi bor. 3 ta farzandi bor, lekin o'rtanchi farzandi 6 yoshda. Unda shunday simptom kuzatilyapti. Ya'ni farzandi onasi bolasini urishganda o'zi bilmagan holatda orqa analidan o'zi bilmagan holatda axlat chiqarishi kuzatilyapti. Lekin bola bu haqida o'zi bilmaydi. Onasi nima qilish haqida hayron. Ya'ni faqat urishsagina, ko'p asabiylashtirsa, shu holat kuzatilyapti. Bu esa bolani psixologiyasiga yomon ta'sir qilyapti. Umuman olganda rostdan ham bu narsa yomon ta'sir qiladi bolaga. Nima qilish kerak? Men vaziyatni o'rgandim hamda medik sifatida shuni maslahat berdim. Vaziyatni o'rgansam shundaki, bola 7 yosh va 7 yosh bo'lganligi sababli yangi muhitga, ya'ni maktabga chiqishni boshlagan. Maktabda yangi muhitga moslashdi. Onasi 3-farzand, ya'ni yangi chaqaloq olib kelganligi tufayli bolada psixologiyada o'zgarish, ya'ni mehr yetishmovchiligi kuzatilgan. Ya'ni katta to'ng'ich farzandga ko'p mehr kuzatilgan hamda kichik kenja farzandga ko'p mehr kuzatilgan. Haqiqatan ham psixologlar aytganidek, o'rtanchi farzandga mehr yetishmovchiligi bo'lgan shu bolada hamda o'zini asoratini ko'rsatgan. Nerv sistemasida o'zgarish bo'lgan. Nerv sistemasida o'zgarish bo'lganligi tufayli nerv sistemasi to'g'ridan-to'g'ri somatik hamda parasimpatik nervlar bilan butun organlaringiz bilan bog'langan bo'ladi. Shuni yodda chiqarmasligingiz kerak. Hattoki qo'l qaltirashi ham shu nerv sistemasi bog'langanligi tufayli. Unda shunday vaziyat bo'ldi hamda parasimpatik, ya'ni urishganingizda kuchli qo'zg'alish kuzatiladi. Kuchli qo'zg'alishga nisbatan organizm kuchli tormozlanish bilan javob beradi. Bu tormozlanishda shunday bo'ladiki, parasimpatik nerv sistemasi o'sha anusni atrofini o'rab turgan muskullarni innervatsiya qiladi. Va shu parasimpatik nervlar shu innervatsiyasini bo'shatganligi tufayli anusdan o'zi bilmagan holda shu axlat ajratilishi kuzatilyapti. Keyin juda ko'p qiziqishlar ko'rdim hamda ingliz tilida turli xil tadqiqotlarni o'qib chiqdim. Va so'nggi xulosam shu bo'ldiki, bolani urishmaslik, ya'ni bolaga yaxshi munosabatda bo'lish o'zi davo sifatida 50% davoni bizga berdi. Ya'ni bola hozirda ona urishishni to'xtatdi, mehr berishni boshladi hamda ko'yishni, ya'ni urishishni to'xtatganligi sababli bola o'zini yaxshi his qildi. O'qituvchisi bilan kelishib kollaboratsiya qilgan holatda bolada yaxshi ijobiy muhitni keltirib chiqarganligi tufayli bola endi o'zini nisbatan yaxshi his qilyapti. Umuman olganda hozir 3 oycha bo'ldi va ushbu holat yana qaytadan kuzatilmayapti. Bola sekin-sekin vaqtga moslashib ketgan sari bunga hojat yo'q. Agar sizning farzandingizda shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, avvalo tarbiyangizni hamda unga bo'lgan e'tiboringizni, urishlaringizni, qo'yishlaringizni kamaytirsangiz nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, keys ketdi, ya'ni agar yaxshi qilgandan keyin bola yaxshi bo'lib ketdi. Agar yaxshi bo'lmasa nima qilamiz? Yaxshi bo'lmasangiz eng yaxshi yechim pediatr, ya'ni nevropatolog pediatrga borasiz. O'ylashim bo'yicha turli xil tinchlantiruvchi dorilar beradi hamda bolani ko'proq asabiylashtirmaslikka harakat qilinadi. Bu YouTube'da birinchi videoyim edi hamda turli xil tayyorgarliklar bilan olinmadi, lekin bu mavzu haqida men juda ko'p oylardan beri o'yladim. Birinchi marta o'zmasdan syomka qildim, ya'ni videoga oldim. Iltimos, ya'ni qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna bo'ling, layk bosing, o'z sharhlaringizni kommentariyalarda qoldirib keting. Men uni albatta o'qiyman hamda sizga tez orada javob beraman.